O'shanga o'sha jinoyatlarni eshitaman faqat. Ichida bitta shunda kirsam boshida Ozod Benazarbekov chiqib kelyapti YouTube'imdan. Saharda bog'imda gullar ichaman, go'zal seni sog'insam uni quchaman, dardimni o'zimdan boshqa kim bilar. Siz radioda ishlang, orzuyim bo'lgan. O'sha vaqt orzuyu armonim bo'lgan. Man maktab paytida, kollej vaqtida lekin vidosiylik qilardim. Nega отписка qilib tashladingiz? Manmi? Siz menga durja tashlaganmidingiz? Naverno siz meni chiqarib tashlagansizki, men sizni отписка qilganman. Men hech qachon o'zimdan o'zim отписка qilmayman. Shundoq kiraman-da bego'ga. Ko'zim birinchi bo'libchi, shunda ani doxodga qaramayman, soatga qaramayman. Unda подпискаga ko'zim tushadi, chiqarib tashlaganlar bo'ladi-da, отписка qilib. Ichiga kirib yana bittalab qaraysiz-ku, qaysi nomер chiqarib tashladi deb. O'shalarning ichidan отписка qilganlarni men ham отписка qilyapman. Siz meni demak отписка qilgansiz. Sunnat aka, va alaykum assalom, assalomu alaykum, xayrli tong sizga ham. Qabul ham qilmaydi, efirdan keyin qilaman. Hozir efirdan keyin hammani qabul qilaman. Oilalimisiz? Farzandlaringiz nechta? Wolf aka, siz meni shaxsiy hayotimga qiziqing. Ya'ni qanaqa? Kimman, qayerda ishlayman, nima? Men shuni so'rang. Shaxsiy va oila masalasini so'ramang bu yerda. Men qilmaganman, bilmadim. Kim qilgan? Saharda bog'imda gullar ichaman. Sizlarni ham bugun miyinglarni kuni bo'yi shu aylanadi endi. Bittaman azoblanishim kerakmi? Go'zal seni sog'insam uni quchaman, dardimni o'zimdan boshqa kim bilar. Sog'indim men seni bir ko'rgim kelar. Qo'shib qo'ying, hop bo'ladi. Hop. Saharda bog'imda gullar ichaman, go'zal seni sog'insam uni quchaman, dardimni o'zimdan boshqa kim bilar. Sog'indim men seni bir ko'rgim kelar. O'tiramiz endi ertalabdan jinalik qilib. Sasha, привет. Bu bot bo'lsa kerak, Sasha, наверно. Как дела? Нормально. Jonim akam, To'lqin aka, assalomu alaykum. Bu odam ham birovga kelib ketdilar shekilli. Aytdim-ku, birovchi. Qo'shiqni ham chiroyli aytarkansiz. Yo'q, qo'shiqni chiroyli aytmayman, ovozim yo'q, mani ovoz yo'q. Bilaman tuyg'ularimga hech qachon yetib bo'lmaydi, bilaman endi seni topibni yo'qotib bo'lmaydi. Sog'inchlarim quyosh, lekin soyaga o'xshaydi. Keng sahro bo'lganda odingizni so'raydi, har bir dardga vaqt davo deydilarlik bedavo. Dardga muftona qildingman, qaytamaydimi hali beri. Plitaga qo'yilgandi, kech bo'ldi, qaynasin. Yaxshi ishlab keling. Bek aka, rahmat. Siz ham ketdingizmi? Bek aka, mayli, yaxshi boring. Suyuqlarni qara. Levolni qara. Voy bu, bizga ham nasib qilsin. Yupsin. Omad sizga. Rahmat. Salomat bo'ling. Men yotdim. Uxlang, dam oling. Sizga tong yotsa ishlaringiz bor, siz yaxshi ishlab keling. Ishingizga omad. Bugun boshlig'ingiz sizni xursand qiladi. Kuningiz zo'r o'tadi. Sizga premiya chiqargan boshlig'ingiz, qarab turing. Apple. Nimaga? Oddiy odammiz. Sweep 1-60-levelda siz oddiy odam. Biz endi вообще kibrlimiz 2-level bilan. 3 ta almas otib. Ey xudo, ortiqcha kamtarlik, manmanlik belgisi. Девушка, ты откуда? Toshkent. Bu Sasha odammi, botmi endi? Urvin nimani hal qiladi? Urvin nimani hal qilmasa, nega siz birinchi, ikkinchi damassiz yoki ID damassiz? Ayting menga. Men mana oddiy profil bilan ham mana qanday gaplashsam, shunday gaplashaman. Men uchun человек, ты не бот? Человек, я очень rada. Men odamlar bilan bir xil gaplashaman. Hammaga chiroyli muomalasini qilaman. Apple kulmang.
Yo'q. Ha, ruscha yozavering, ruscha tushunaman. Добро пожаловать. Mana shu. To'g'ri-da? Добро пожаловать, Sasha. Русский язык покинул чат. Gapimga tiqildim. Bir xil gapiraman. Barakalla, yashang. Mabodo o'qituvchi emasmisiz? Oshpazman, oshpaz. Siz bundan oldin kelmadingiz-da boya. Biz ana urushlar haqida gaplashdik. Меня любимая город. Buni любимая город qayerda ekan endi? Qaysi shaharni sevar ekan? Yusuf, ay ismini chiroyli ekan. Yusuf ismini sevaman lekin. Yusuf yo Zulayxomi? Toshkent. O, меня тоже. У вас есть обновление, o'lsin. Tam yozmaydi. Yotibdi bu Facebook'am. Saharda bog'imda gullari chaman. Voy, alaykum assalom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yusuf aka, yaxshimisiz? Men rostdan ismingizni yaxshi ko'raman lekin. Va alaykum assalom. Layklar uchun rahmat. O'sha gap. Mana senga o'sha gap. Mana senga o'sha gap. Eyo. Saharda bog'imda gullari chaman. Go'zal, seni sog'insam, uni yo'qchaman. Dardimni asumdan boshqa kim bilar? Sog'indim men seni, bir ko'rgim kelar. Balkon, sizlarga bitta savol-da. Oranglarda rulda yuradiganlar bormi? Qayerdansiz? Toshkent. Yangi Toshkent. Хорошо, песня побежишь ты. Молодец. Ой, спасибо. Yaxshi dam oldingizmi? Allohga behisob shukr. Zo'r. Kunni zo'r kayfiyatlarda boshladim. Nimasiz? Qayerdansiz siz? Men Yangi Toshkentdan. Komiljon. Stiker tashladilar. Rulda. Fura minarkansiz. Xo'p, yana kim bor mashinada zarulyom yuradigan? Plus qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ana erinib yozishga erinsalar, unda plus tashab qo'ysanglar ham bilaman nechtaligingizni. Endi qarang-da aka. Mana furada yurarkansiz, yengil mashina bilan furani farqi bor-ku. 20, это уже хорошо. 20 tezlikda ketyapti-da mashina. O'sha mashinadagi shofyorga orqasiga bunda kablok rasmini qo'yib qo'ygan, чтобы men rulda qiz bola ketyapti deganida. 20 tezlikda ketsa, u qizga nima chiroyli niyatlar bildirgan bo'lardingiz? Saharda bog'imda gullari chaman. Go'zal, seni sog'insam, uni yo'qchaman. Ayting aka, aytsinlar. Nima niyatlar bildirardingiz? Yordamchi ol bana biraz lütfen, yordamine ihtiyacım var. Sen bana yardımcı ol lütfen. Bana yardımcı lazım. Это просто мечта. Ух ты. Kepkenga, u kepkada bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Hamisha zo'r bo'ling. Voy, rahmat katta. Chiroyli tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Aka nima deb yozishini bilmay yozib o'chiryaptilarmi? Rahmat Komiljon aka. Assalomu alaykum. Xayrli tong Bandit aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sizga ham tong xayrli bo'lsin.
aka yozolmay qoldilar bo'ldi. Qalam ojiz yozishga. 20 tezlikda avariya qilgan mendirman o'sha. Yomon bo'ldi-ku. Daraxtni ko'rmay qolman-da, qarang. 20 tezlikda kelyapman, daraxtni ko'rmay qolman. Men yo'l harakati qoidalariga judayam rioya qiladigan qisman. Biron marta radar kelmagan menga hech qatdan. Men davlatimiz byudjetiga pul to'lamaganman. 20 tezlikda men borib daraxtni urdim. Rosa chiroyli tilakman-chu. O'zini keyin bilmayman. Men ketayotganimda ayol kishini kablukini rasmini ko'rib, hammamda signal chalib margat qilib o'tib ketadi. Men hayron qolaman. Oh, deyman, rulda yana bunday qilardan qo'shiqlarni qo'yib olib ketaman. Shunda daraxtni ko'rmay qolman, telefonga chalg'idim-da men. Bu meni aybim edi. Dabdala bo'ldi keyin. U mayli, begonalardan juda chiroyli gaplarni eshitasiz undan. 20 tezlikda daraxtni deyishadi. U yuzdagilarniki yomon ekan. Onam ko'zimni ochirmayaptilar. Haligacha eslashadi, ustimdan kulishadi. Izdivatsiya qilib o'tiradi yaqinlarim meni ustimdan kulib. Ukamga bir mashinani haydab keldi. Unga mamnaqalaridan qaradi-yu. Yo'q mashinada. Hushyor bo'lish kerak. Telefon o'sha payt yomon narsa bo'ldi-da, asabim buzilib turdi. Keyin tasodifan bo'lib ketdi hammasi. Borib turib urdim keyin daraxtni. Nima tez sizga undan piyoda. Da hozirni programma chiqdi-ku, 10 ming qadam yursangiz pul beryapti. O'shani kutib turibman. Ishga tushsin, keyin 10 ming qadam har kuni piyoda yuraman. Undan ham pul ishlayman. Sizlar bilan efir ochib ketaman 10 ming qadam yurib. Saharda bog'imda gullari chaman, go'zal seni sog'insam uni quchaman, dardimni